Nega keldingiz? Bir binoyda qarab turibman-ku. Menga ham ishonmaysizmi? Oyijon, balki beshidan pastga yecharmiz. Isib ketdi shekilli oyi. Yoki oyim aytardilar, yelkasida tikonlar bo'ladi deb, shu botyapti shekilli, ha? Yecha qoling. Onajoningiz farishtalar-ku. Bilmagan narsalar yo'q. Bilganingni qil. Hozir bo'ldi. Bolamga nima bo'ladi? Beshikning tuvagiga kirib olgan kalamush bolangizni jinsiy a'zosini tishlab olgan, hatto yegan. Natijada bola juda ham ko'p qon yo'qotgan. Yaralarni bog'ladik, qon quydik. Lekin eng afsuski, natija qoniqarli emas. Bola hozir komada, hali o'ziga kelgani yo'q.